Barcha maqtovlar Allohga xosdir. Payg'ambarlarning eng sharaflisi ahli oilasi va barcha sahobalariga, tobiinlarga hamda qiyomat kunigacha ularga go'zallik bilan ergashganlarga salovat va salomlar bo'lsin. Insonning vaqti haqiqatdan uning umri hamda u doimiy ne'mat yoki alamli azobdagi abadiy hayoti unsuridir. U bulut suzgani kabi o'tib ketadi. Kecha va kunduz umrni kamaytirish va ajalni yaqinlashtirishda mudom ildamlaydi. U ikkisi bizdan oldin Nuh, Od, Samud va bularning orasidagi ko'plab asrlarda hamroh bo'lib, barchalari o'z robbilari sari yurib, amallari oldiga keldi va umrlari poyoniga yetdi. Kecha va kunduz esa ulardan keyingi ummatlar ichida shirador, yangi holda qoldi. Alloh taolo dedi: u eslatma ibrat olmoqchi bo'lgan yoki shukr qilmoqchi bo'lgan kishilar uchun kecha va kunduzni bir-birining o'rnini bosuvchi qilib qo'ygan zotdir. Furqon surasi 62-oyat. Demak, musulmonga ayniqsa mana shu muborak oy, ulug' mavsum va qimmatli vaqtda kecha va kunduzning o'tishidan ibrat va eslatma olishi lozim bo'ladi. Ramazondan qanchasida amal qildik? Tezlik bilan kirdi va o'tib ketmoqda. Kecha va kunduz har bir yangini eskirtiradi, har bir uzoqni yaqin qiladi, umrni o'tkazadi, kichiklarni katta qiladi, kattalarni halok qiladi. Buning barchasi dunyo ketishi va jo'nashi hamda oxiratning kirib kelishini bildiradi. Buxoriydan qilingan rivoyatda Ali ibn Abi Tolib roziyallohu anhu shunday deydi: dunyo orqaga chekingan holda jo'nadi, oxirat esa yuzlangan holda keldi. U ikkisidan har birining o'z talabgorlari bor. Oxirat talabgorlaridan bo'linglar va dunyo o'g'illaridan bo'lmanglar. Chunki bugun amal bor, hisob yo'q, ertaga esa hisob bor, amal yo'qdir. Abu Nuaym Hilyatul Avliya kitobida Umar ibn Abdulaziz rahmatullohi alayh dedilar: dunyo qarorgohingiz emas, Alloh unga foniylikni, ahliga esa undan jo'nab ketishlikni bitgan bir diyordir. Qanchadan qancha mustahkam gullab yashnayotgan ozgina o'tib xarob bo'ladi. Qanchadan qancha shod xurram davomiylik ozginadan keyin jo'nab qoladi. Alloh sizlarni o'z rahmatiga olsin. Undan huzuringizdagi eng go'zal hikmatlar ila chiroyli safar qilinglar va oziqlanib olinglar. Albatta oziqalarning eng yaxshisi taqvodir. Inson onasining qornidan chiqqandan boshlab o'z umrini vayron qilishdadir. Balki u Hasan Basri rahmatullohi alayh aytgandek bir to'p kunlardir. Har safar bir kun ketganda insonning ba'zisi va undan bir juz ketadi. Uning bir kuni oyini vayron qiladi, oyi yilini buzadi, yil esa umrini vayron qiladi. Banda o'tkazgan har bir soat uning ajalini yaqinlashtiradi. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu shunday dedilar: quyoshi botib, unda umrim qisqargan va amalim ziyoda bo'lmagan kunga nadomat chekkanim kabi biror narsaga nadomat chekmadim. Bu u kishining vaqtga nihoyatda haris ekanliklaridandir. Shuning uchun kimda kim kunini biror haqni o'tamay, biror farzni ado etmay, biror oliy janoblikni ko'paytirmay yoki biror maqtovni qo'lga kiritmay, yoxud biror yaxshilikka asos solmay yokida biror ilmni egallamay o'tkazsa, darhaqiqat o'sha kunini oq qilibdi hamda o'ziga va shu kuniga zulm qilibdi. Kecha va kunduzlar insonning bu hayotidagi dastmoyasidir. Uning foydasi jannat, ziyoni do'zaxdir. Kimning nafaslari Allohning ma'siyatida bo'lsa, uning mevasi yomon bemaza achchiqdir. Darhaqiqat Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan vaqtning ahamiyati, uni g'animat bilish va zoya qilmaslikka targ'ib hamda banda qiyomat kuni u haqqa mas'ul ekanini bayon qilishlik haqida ko'plab hujjatlar vorid bo'lgan. Hokim Mustadrak kitobida Ibn Abbos roziyallohu anhu dan rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: 5 narsadan oldin 5 narsani g'animat bilgin. Qarib qartayishingdan oldin o'spirinligingni, kasalligingdan oldin sog'ligingni, kambag'alligingdan oldin boyligingni, mashg'ulligingdan oldin bo'shligingni hamda o'limingdan oldin hayotingni dedilar. Abu Barza al-Aslami roziyallohu anhu shunday dedilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qiyomat kuni bandalarning 2 qadami
to umrini nimada o'tkazgani, nima amal qilgani, molini qayerdan topib nimaga sarf qilgani, tanasini nimada eskirtirgani haqida so'ralmasdan jilmaydi dedilar. Termiziy rivoyati. Buxoriy sahihida u kishi sollallohu alayhi vasallamning shunday deganlari sobit bo'lgan: ikki ne'mat borki, odamlarning ko'pi ular borasida aldangan, ya'ni mag'lub bo'lgandirlar. Sog'liq va forig'likdir, ya'ni bo'sh vaqtdir. Ushbu muborak oy va ulug' mavsumda g'animat bilishimiz mumkin bo'lgan toat ibodatlarning barchasini g'animat bilaylik. Uni Allohga yuzlanish yo'lida bo'ysundiraylik. O'lim qo'qqisdan kelib qolishidan oldin hayotimizning barchasini g'animat bilaylik. Alloh taolo kasallik va dardlardan ofiyat bergan sog'lom odamlar, Alloh ularga to'sqinlik qilib, tetik faolliklarini susaytiradigan kasalliklar bilan sinashdan oldin ofiyat va sog'liqlarini g'animat bilsinlar. Alloh ularga bo'sh vaqt va band bo'lmaslikni tortiq qilganlar, ish, g'am tashvish va qo'lni band qilguvchi narsalar to'satdan kelib qolishidan oldin vaqt va bo'shliklarini g'animat bilsinlar. Yoshlar zaiflik, madorsizlik, bemorlik va kasal bo'lish taxmin qilinadigan kattalik va qarib qartayish dardi yetishidan oldin o'spirinlik va kuch-quvvatlarini g'animat bilsinlar. Alloh taolo ularga rizqlarida kenglik bergan va ushbu foniy dunyoning o'tkinchi noz-ne'matlari bo'lmish ushbu mol dunyo nasibasiga noil bo'lgan boylar ularga faqirlik tushishi va hojatlar ularga bostirib kelishidan oldin mollarini g'animat bilsinlar. Shularning barchasi Allohga yanada yaqin bo'lish hamda chinakam tavba, xayr ishlarni ko'p qilish, qabih va qaytarilgan ishlarga qo'l urishdan voz kechishlik bilan uning hadiyasi, barakasi va rahmatiga sho'ng'ishlari uchun ushbu buyuk mavsumni g'animat bilsinlar. Ibn Rajab shunday deydilar: ushbu fazilatli mavsumlardan biror mavsum yo'qki, albatta unda Alloh taoloning unda qurbat hosil qilinadigan toat vazifalardan bir vazifa bor. Allohning hadiyalaridan iborat bir hadiyasi bo'lib, o'zining fazli va marhamati bilan uni xohlaganlarga yetkazadi. Baxtli kishi mavsum oylari, kunlari va soatlarini g'animat bilgan, unda toat vazifalari bilan hojasiga qurbat hosil qilgan kishidir. Shoyat unga o'sha tortiqlardan birortasi yetsa, natijada u sababli shunday bir baxt bilan saodatli bo'ladiki, undan keyin do'zax va undagi kuyib qolishlikdan omonda qoladi. Kimda-kim ushbu buyuk mavsumda bo'sh vaqtini zoya qilsa va sog'lig'idan ushbu mukarram oyda foydalanmasa, unda qachon foydalanib to'g'ri bo'ladi? Ibn Hojar Fathul Boriyda shunday naql qiladi. Ibnul Javziya dedi: kimki bo'sh vaqtida va sog'lig'idan Allohning toatida foydalansa, bas u havas qilsa arzigulikdir. Kimda-kim u ikkisini Allohning ma'siyatida foydalansa, bas u mag'lub, muvaffaqiyatsizlikka uchragandir. Chunki bo'shlik ketidan mashg'ullik, sog'liq ketidan kasallik keladi dedilar. Ba'zi salaflardan ushbu qavllar vorid bo'lgan. Vaqtni zoya qilishlik g'azabga uchrashlik alomatidir. Ibnul Qayyum rahmatullohi alayhi shunday dedi: vaqtni zoya qilishlik o'limdan qattiqroqdir. Chunki vaqtni zoya qilishlik seni Alloh va oxirat diyoridan uzib qo'yadi. O'lim esa seni dunyo va uning ahlidan uzadi dedilar. Musulmonga dunyo bilan fitnalanmasligi vojibdir. Chunki undagi sog'lom kasal bo'ladi, yangisi eskiradi, ne'mat foniy bo'ladi, yoshligi qariydi va u dunyoda oxirat diyori sari sayrdadir. Muhlatlar ozaygan, amallar saqlab qo'yilgan, o'lim esa qo'qqisdan keladi. Kim yaxshilikni eksa, uning ajri savobini yig'ib olish arafasida va kimki yomonlikni eksa, nadomat va hasratni o'rib olish arafasidadir. Har bir ekuvchining ekkani bo'ladi. Imom Shofiy sahih hadislarni Muvattoga jamlagan mushtahidni ziyorat qilish niyatida Makkadan Madinaga keldi. Olimning eshigini taqillatdi va kirishga izn so'radi. Javob esa ijobiy bo'lmadi. Mushkullaringiz bo'lsa ayting, javob beriladi. Bugun imomning qabul kunlari emas, vaqtlari yo'q deyildi. Makka hokimidan maktub keltirilgani aytilgach, Imom Molik hazratlari tashqariga chiqib, navqiron mehmon uzatgan xatni o'qiy boshladi. Imom Molik maktubni o'qishni boshlar ekan, bu maktubni sizga keltirilgan Muhammad ibn Idris Shofiy yosh imomlarimizdan degan joyiga kelgach, subhanalloh, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bayroqlarini xilpiratgan zot biz bilan oraga vositachi qo'yadilarmi? Deya xitob qildi.
va yosh olimni bag'riga bosgancha ichkariga boshladilar. Mehmon buyuk mushtahidni vaqtini bunday ayashidan hayratga qolmadi. Chunki uning o'zi ham safarga chiqqan onlarida sheriklardan biroz ortda qolib, Qur'on xatmini boshlar, yo'lda fursatni g'animat bilardi. Xonaga kirgach, Imom Molik darhol taklif kiritdi. Muvatta kitobimni o'qib beray, sen eshit, vaqtimiz zoya ketmasin dedilar. Hazratim, siz zahmat qilmang, men o'qib bersam, Muvattoni Makkadaligimda yodlab kelgandim, dedi Shofiy. Ha, ular oltindan qimmatroq bo'lgan vaqtini shunday qadrlashgan. 1-2 soat u yoqda tursin, daqiqalarini ham bekor o'tkazmaganlar. Shu tufayli ham ilmda beqiyos cho'qqilarni zabt etdilar. Nomlari tarixda abadiy qoldi. So'z so'ngida yana bir ulug' zot Hasan Basriyning aytganlarini keltirishni joiz topdim. U zot shunday dedilar: men shunday sahobalarni ko'rdimki, ular sizlarni pulingizni bekorga sarflashni qo'rqqaningizdan ko'ra vaqtlarni zoya ketkazishdan ko'proq qo'rqishardi. Ey Alloh, bizga vaqt, umr va amallarimizda baraka ato et. Bizlarning ishimizni o'zing o'yla. Abadiy qoluvchi solih amallarda vaqtlarni g'animat bilishimizga muvaffaq ayla. Bizga yaxshiliklarni qilish va munkar ishlarni yomon ko'rishni sevikli qil. Bizni ushbu oyning ro'zasini sening roziligingga erishish va jannating bilan baxtli bo'lish uchun sabab bo'ladigan ro'zadorlardan qil.